Men Siddiq Halimjon Qobiljonovich, tumandagi 39-maktab direktoriman. Maktabimiz tumanda kasbiy ta'lim yo'nalishi bo'yicha tanlab olingan maktab hisoblanadi. Bu yerda kasblardan chevarchilik, kosibchilik, duradgorlik kasblari o'rgatiladi. 2025-26 o'quv yilida 41 nafar bitiruvchimiz chevarchilik, duradgorlik kasb yo'nalishi bo'yicha tanlab olingan. Bular bitirganda albatta sertifikat bilan bitirishadi. O'zlarini kelajakda tadbirkorlik yo'nalishlarini tanlab ishlarini boshlashi mumkin. Men Rayimjonova Musliman. Shu 39-maktabning 9-sinf o'quvchisiman. Shu maktabimizda ochilgan chevarchilik to'garagiga 2 yildan buyon qatnashaman. Men shu yerga kelib mustaqil bichishni o'rgandim va o'z daromadimga ham egaman. Maqsadim shuki, o'zimizning milliy liboslarimizni urg'u bergan holatda o'z brendimni yaratib, butun dunyoga tanitmoqchiman. Bizning maktabimizda chevarchilik yaxshi rivojlangan. Men chevarchilikka 2 yildan buyon kiraman. Ya'ni biz bu yerda cho'pon va atlas, kattalar kiyimi, kichiklar kiyimi va yosh kattalarga ham ko'ylaklar tikamiz. Men kelasi yillarda, ya'ni katta bo'lganimda atlaslardan o'zimni brendimni yaratib, butun dunyoga tanitmoqchiman. Bu sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga mingdan rahmatimni aytaman. Men Odilov Muhammad, shu maktabda 10-sinf o'quvchisiman. Maktabdan keyin shu yerda kosibchilik shahrida ishlayman. Kosibchilik sirlarini ustalarimiz o'rganyapmiz. Bu yerda ishlash uchun bizga sharoitlar ham bor. Darsdan keyin ko'chada yurganda, sinfdoshlarimiz bilan kelib, shu o'rtalarimizni o'rganyapmiz kosibchilik ishlarini. Bizda shu 2017-yildan baqasi faoliyatimizni boshlaganmiz. Brendimiz nomi Narmin Shoes bo'ladi. Biz o'zimizning ichki bozorlarga ishlab chiqarishimiz bor. Keyin Rossiyaga eksportimiz bor. Tojikistonga eksportimiz bor. Qozog'iston, Qirg'iziston. Shu yerda endi hozir bolalarni, maktab bolalarimizni ham yonimizga olganmiz. Shularni o'rgatish maqsadida ota-onalardan javob so'raganmiz. 100 ming so'm nahatdalik maosh olishadi. Bekor yurmasin deb shularni rag'batlantiryapmiz.